Barcha assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan birga edim hozir shu do'stlar. Bugungi videoda mana shu Minecraft serverini obzor qilamiz. Qani bo'lsam ketdi. Mana ko'rib turibsizlar, yangi spawn. Bu spawnda mana katta bir baliq mashaqqatda qo'shdi. Mana varplar, mana shu varplar bor ekan. Mana shu dasturkadan ovozini yo'qolay. Hammasi o'chiq ekan. bitta yoqib chiqamiz. Bo'ldi mana. Xo'sh, ana endi birinchi navbatda mana shu yerdan ko'rib chiqamiz do'stlar, yangiliklarni. Katta karta вообще ochiq. Bitta ragi bloklar pisi, temir, lapis, oltin, olmos. Eng kattasi olmos. Keyingi o'rinda bitta mana mayin katta shaxta. Yani katta emas, oldingisi kattaroq edi. Mana eng ko'p narsa sotgan odam mana shunday edi. Chiqib o'qaman. Bu yerda bayer bor. Mana o'zimiz kalakamiz. Hop. Bu yerda rudalar yotib. Mana bu yerda rudalar bor. Hozir bo'l. Bu yerda avto narsa sotilasa ham bo'ladi. Mana hozir ochiq. Yoqib qo'ysanglar, o'zi avtomatik sotiladi. Keyin bu yerdagi narsalar narxi har payt almashib turadi. Mana temir, lapis, bir balolar, bloklar, mana shu hammasi har xil payt almashib turadi. O'z chatda yoziladi. Faqat bilamiz, qolganlari ham almashib turadi. Mana yog'ochlar. Hop, undan keyingisi mana token shopda hozir. Mana token shopga yangi narsa qo'shilgan. Mana o'zingizlar ko'rib, o'qib, mana igris, perimer bir balov, dezinfeksiya, anti TNT, anti bir balovlar, mana shu bir balovlar. Bu nima tozalovchi? Bu kumadze, mana shu muzlatgich, yulduzli qor, fresh, anti XP, nima zina, mana buzilmas devor. Bular ko'rdik. Bular anaqalar teglar bilmaydi, nomi shu bo'sha. U teglar biroz arzon bo'ladi anaqadan qaraganda. Oddiy qolganlardan qaraganda. Bular qolganlari oddiy bir balo kiyslar mana. Ko'rdinglar o'zinglar. Hop, bundan chiqamiz. Hozir shu bir mana bu yerda sferalar. Mana hammasi o'sha. Mana bu yerda talboslar, ya'ni talismanlar. Eng kattasi bu, eng qimmat, eng arzoni mana bu. Hop, bundan keyin PvP'ni ko'ramiz. PvP. Hozir borib olaylik. O'zi ham mana shu yer ichiga kirib ketgan ekan. Chiquncha odam qiynalib o'ladi. Bu yerda katta joy mana. Bu katta joyda sizlar nima qilasizlar? Конечно, PvP qilasizlar. Ammo o'rtada PvP chest chiqadi. Bitta loot qilib mazza qilasizlar, keyin ochiq bo'lar mana shu. Endi chiqib olaylik mana shu yerdan. Ana spawnga keldik, hop. Endi bu yerdan ko'rsatiladigan narsalar antena xos. Bu yerda o'sha yana keyslar, talisman sapphire, token, oddiy donut keys. Qolganlari oddiy bir balo, oddiy masala. Hop, birovni keysam bor ekan, ko'ring. Hop, bu yerda end eventda
Hozir yopilgan shu bir mana shuncha 22 soatdan keyin ochilib nimaga qaytarib yubordi desanglar, bu shunaqa internet tugagandan keyin mana shunaqalar bo'ladi. Boshlanganda kirgizadi. Bitta nima endi qilib sizlar like bosib kanalga obuna bo'lib bizani qo'llab-quvvatlasanglar, xudo xolasa videoni mana shu tugatamiz. Qo'llab-quvvatlasanglar, like bosib kanalga obuna bo'lib tashlashinglar bo'ldi. Boshqa hech nima ketmaydi. Tekin просто так. Просто tekin like. Bitta ikkita komment yozib qo'ysanglar bo'ldi. Bo'ldi. Bo'ldi.